qaytib ayting. Choy damlab. Ibi, nima bo'ldi endi? Nimiz? Qistirib qo'ying endi. Menga qarating endi. Mana qarang, ish yurgan ekan, vaqtlari mana videolari bor menda. Bizda shokoladka yo'q, Samarqandda bor mana. Shokoladka deydi. Ish yurgan ekan jarayonlar. Hozir shogirdlar bilan gaplashganimda ular aytishdiki, men to'yxonada, restoranda ishlayman. O'shanda o'zlari taklif qilganlar ishni degan. Siz qanaqa qilib topasiz bunaqa mehnatkash bolalarni, qanaqa qilib ajratasiz? O'zi bilinadi ishlaydigan bola. Bilinadi. Nimasidan? Izlanuvchan bo'ladi, talabchan, izlanuvchan bo'ladi, ishidan bilasizda, mana ishidan qanday bilasiz? Qanaqa qilib bilasiz? Ishlagisi kelgan bola o'zi yordam berib ketaveradi. Nilufar opa, ish jarayonida sizni eng qiynaydigan muammolardan biri? Ish jarayonida mana bu kishi povurimiz, mana bugungi jizimizni shu kishi qilib beryaptilar, qo'llarini o'ynatib. Charchash yo'qmi? Yo'q, charchamayman. To'y bo'lsa charchash bo'lmaydi. Xudoga shukr, xalqning yuzida tabassum bo'lsa, to'y bo'lsa yoshlarimiz baxtli bo'lib o'ynab kulib yursinlar. Biza shularning 5 to'ylariga ham xizmat qilaylik doim. Biza charchamaymiz hech qachon. Charchamaymiz. Xalqning yuzida tabassum bo'lsa, to'y bo'lsa biza har kun xursand. Sog' bo'lsin iloyim bilan, salomat bo'lsinlar. Yaxshi kunlarga ham shunday xizmat qilib yuraylik. Nilufar opa, qachondan beri taniysiz? Nilufar bu vayzalda meni quvlab shira olib kelgan qiz shu bo'ladi. Nimaga? 5 yildan o'zim taniyman bu qizimizni. Men haqimda fikr. Allohga shukr. Xudo kasb-koriga baraka bersin. Bolalarini boshqa sog' bo'lsin. Nima orzu-umidlari bo'lsa, Xudo orzu-umidlar qilsin. Mana shuni birgalikda ishlab kelib xalqning duosini olib yuribdi, Xudoga shukr. Ular qo'llari dard ko'rmasin hammalarini. Yomon odatlar haqida, qiliqlar haqida nima ayting? Yomon odatlari shuki, men yana erimay mo'ylan ketirib beradi, eridim. Sirimizni olib kelib bersak, qozon ustida terib qo'yganlar erib ketgan. Ana bo'ldiki jang. Sirni olib kelgan, marazillikka qo'ygan, muzlab qo'ygan. Erisini bir issiqqa ketirib qo'ysam, olima qozon ustida terib qo'yaman, u erib ketdi. Sirlar erib qo'ygan, mozzarella bo'lib qo'ygan. Pizzani siri bu. Yaxshi, Xudoga shukr. Rahmat. Qilib yuramiz. O'ta qizimizda hammalari, Allohga shukr. Biz ishlayaptimi bu chuqur? Charchamang. Rahmat. Sizni ham ishkoringizga xizmat qilaylik. amin, amin. Charchamang. Ko'p Haqiqatan zerikmas ekansiz, Nilufar opa? qiziqarli voqealarimiz juda ko'p bo'ladi. Ko'chalarning siri edi u. U sirni salgina muzlagan ekan. Uydan olib keldilar, morizelkaga qo'yganlar, kelmadim, salgina qozon chetiga qo'yib bering desam, bog'da ustiga qo'yganlar, sirlarimiz erib, pizza bo'lib qolgan. Nima qildingizlar keyin? Janjal bo'ldi. To'yxonada. Katta janjal bo'ldi. Nima qildingizlar keyin uni? Mana bu ikkinchi shogirdlari perchatkan. Bitta men haqimda otziv bering. Men haqimda. Kishi kelganlaridan bu yerda tinchlik saqlanadi. Muzika bilan kirib keladilar. Hamma tayyor turadi. Uylashganmi? Yo'q, Nilufar keldi desa, hamma pichoqchiga, hamma taxtachaga tayyor turish kerak. Tamam. Aytgan salatlar vaqti-vaqtida bo'lish kerak. Xislatlar haqida. Bir o'zlaridan oldin ovozlari kirib keladi bu kishini. Ovozlari? Ha, ovozlari kirib keladi o'zlaridan oldin. Rahmat. Rahmat. Haqqoniy gaplarni aytibsizlar, lekin yoshirsalarsiz emasdimi? Bu kishilarning tirishlari qaranglar, qiziqibdilar. Nima gaplar, nima so'z? Charchamayapsizlarmi? Bugun kolonka qolib ketibdi, zerikyaptilar o'zgina. Baqirib. Biz bu ishdan charchamaymiz umuman. Vassa qilib ishlaymiz. Charchamanglar. Ish jarayonida eng qiynaydigan muammo mana bolalar bilan, qarindoshlar bilan to'yxonaga kelib olish. Sizlar ishlayotgan payti. Xalaqit beradi. Mana ishlashga qo'ymaydi.
farzandlari bilan keladi, u yoqqa o'tadi, bu yoqqa o'tadi. Eng qiyin muammo shu. Bola yugurib yurish kerak, tushunamiz. Bolani urisholmaysiz, so'kolmaysiz, xafa qilolmaysiz. Ularni farzandi. Eng muammo shunda. Xalaqit beradi, farzandlari bilan kelib ishlashga qo'ymaydi. Ana shu. Mana bugun ikkinchi kunimiz, to'yxonaga kelyapmiz. Ishchilarni kuzatamiz. Shogirdlarim qani ishlayaptilar. Ketdik. O'zimcha oq kiyim bilan oq sumka olgandim, lekin oq sumka dabdala ekan, tavsiya bermayman, olmanglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana bu yerda shokoladlar, bodomlar, ana. Mana shogirdlarimni san'at asari. Men bo'lmasam ham, mana qaranglar, qana darajada terib, taxlab qo'yadi. Shart emas. Boshliq bo'lsin, rahbar bo'lsin degan gap yo'q hech qayerda. Mas'uliyat bo'lish kerak. Birinchi o'rinda mas'uliyat, e'tibor bo'lish kerak, sifat bo'lish kerak. Yerimay o'zi terib chiqasizmi shuni? Teriladi shunday. Asablar chidaydimi? Asab chidaydi. O'rganib ketganmiz bu narsani. Hozir nechta qildingiz? Hozir 15 ta stol qildim. 30 ta. 30 ta. Qancha vaqtingiz ketdi? Vaqtim 40 minutlar ketdi. Ha. Bitta bodom terish. Bodomga mayli katta pistalarni ham shunaqa qilasizlarmi? Klient xohishiga qarab qilib beraveramiz hammasini. U narxi jihatdan ham o'zgaradimki? Endi u kelishuv har xil bo'laveradi. Kelib berish ozgina qo'shiladi. Ha, qo'shiladi. Mana tayyor bo'ldi. Juda chiroyli. Nilufar opa, o'zingizda oldingizga ish jarayonida qo'yiladigan talablaringiz qanaqa? O'zimni oldimda qo'yiladigan ish jarayon talablari qattiqqo'lligim, tozalik, sifat, e'tibor, xushmuomalaligim. Bitta men haqimda ta'rif bering. Yo'q, aytchi. Chiroyli turibsiz. Chiroyli turibsiz, opa. Qarli joylarimni ham ayting, tintagli joylarimni. Nilufar singlimiz bo'ladilar. Juda bir qonlari qaynab turgan jo'sh ayollardanda bu kishi. Shunday bir kayfiyat, shunday ko'taraveradilar, o'zimiz bilmagan holda ishlayveramiz biz. Rahmat. Shunday bo'g'rizga shukur. Sog' bo'ling doim. Yomon tarafimni ham aytib keting. Yo'q, yomon tomonlarni men ko'rmaganman. Bilmayman-ku, qanaydir yaxshi tomonga yetaklaydigan ayollardan bu kishi. Faqat chiroyli narsalarni ko'rsatkilar kelar. Rahmat. Assalomu alaykum. Kayfiyatimizni ham qaysam. To'y dasturxoni yoqdimi sizlarga? Yoqdi. Chalasi bor-ku, qo'yiladi. Chalasi bor, lekin qo'yilgan yo'q. yo'q, kirishingiz bilan emotsiya olmadingizmi? Oldik. Emotsiya oldingizmi? Oldik. Stolingiz Rahmat chiroyli sizlarga. chiqardimi? Rahmat. Bular to'ychilarmi? To'ychilardan. Fikringizni bittagina bildirib o'ting. Nima deb boshini to'xtatib turing. Просто men o'zim profilimga nima qo'yaman? Fikringizni bildirib o'ting. Mana dasturxon tarafda kirib kelishingiz bilan kimiz bilan? Jiyanim. Jiyaningiz, ha? Dasturxonga qarab emotsiya oldingizmi? Oldim. Rahmat sizlarga. Katta rahmat. Ishlaringizga omad. Rahmat. Shuncha insonlarga xizmat ko'rsatayotganlaringizga minnatdorchilik bildiramiz. O'zingizlaring Soatlamni ko'ringchi. ketdik. Kamchiligini toping. Yo'q, men sizlardan kamchilik topolmayman. Mana salatlar. Ha, chiroyli. Ana eng zo'r trend. Baqlajon salat. Baqlajon salat hech ham badga urmaydi. Umuman. Chiroyli. Ha, yo'qdi. Men ham bilmaganlarimni o'rganaman. Fikr almashamiz. Bunaqa salat kamdan kam qilsangiz kerak, ha? Ha, yo'q, men bunday gullarni taxlab chiqara olmayman. Buni qilaman, lekin bularni chiqara olmayman. Rahmat. Ishlamasam ham to'ychilarimni o'zi. Ishlamasam ham. Buni men taxladim. Mana Hay, ana qo'ymayapsizlarmi soatlarga? Yo'qmi, shunday. qolmadi-da, qolmadi. Deb ko'rdingizmi?
yo'q hali yeb ko'rishga vaqt bo'lgani yo'q, faqat biz hali kuzatish jarayonida biz endi yeb ko'ramiz. YouTube'ga chiqib ketmaymanmi? Ozginagina montaj qilib qo'yamiz. Asqar aka, ovqatga qaraylik. Ha, mana. Astagina gapiring, juda baqirib gapiring. Nima, o'zi tavushim shunday Yo'q, bo'lsa. ana mikrofon va bo'lib ketib qolmasin. Kamiz pishyapti. O'nta qo'y nima bo'ladi deding? Kartoshka pyure bo'lyapti. Kam emasmi? Yo'q, hali vaqtda ham bor, pishirib olib qo'yapmiz-da buni. O'nta qo'y nima bo'ladi deganda qo'yni ham soldingizmi? Ko'prog'ida? Bunga hozir 3 ta qo'y soldik. 3 ta qo'y, ha? Ha, yana hozir 8 tasini отдельно qavurib olamiz. 8 tasini. Hazillashyapsizlarmi? Hozir Abdullaga qarab. отдельно pishadi mana. Jes. Navoiyda birinchi marta pishirilyapti bunaqa jes. Bu to'ylarga. Chunki bundan yo'qlar o'ta Navoiyda. Endi bu Buxorodan kirib kelyapti. Buxoro, Samarqand, sherlarda bo'lyapti, hozir bulardan bizning Navoiyga endi kirib keldi hozir. Endi nasib bo'lsa agar bundan keyin to'ylarga ana shunday jes qilamizda. Apa keling qani mana bu qozon oldiga kelgan ketolmaydi buni oldidan. Bunday go'shtni ko'rib hozir administratorimiz ko'ryaptilar mana. Rejissor. Baho beraman. Baho beradilar Har hozir. kuni baho berasizdan, bugun ish kuni emas uchun yana ham baho beraman yeb ko'rib. Qanday bo'lam? Ta'mi, nimalari yaxshimi? Yegan odam yana qaytib keladimi shu yerga? Lasiz. Gap o'zim kuydi. Yashayingizlar. Chiroyligidan og'zim kuydi, gapirolmay qoldim. Rahmat. Sizni shogirdlaringiz bilan eng qiynaydigan muammo nimada? Muammo shu yangi kelgan vaqti sal gapirsam yig'laydi. Yig'laydi, ko'yniga qarayman, xafa bo'ldimi deb ko'ynini olishga harakat qilaman. Kecha Karvinga boshqa ishlaydi. U oddiy ishlaydi, bugun sal murakkab ishlar. Murakkab ishlar bo'lgan vaqti Dilapamiz ham boshqa joyda ham ishlaydi, ham biza bilan ham. Dilapanimi? Dilapa bilan biza Dilapa Asalbek nechiga kirdi? 12 yillik qadardan. 12 yillik qadardan bo'lsa. Ustoz desam ham bo'ladi, chunki boshqa joyda ishlagan vaqtim ham ustozlik qilib ko'p ishlar o'rgatganlar. Assalomu alaykum. Siz ta'rifingiz juda ham chiroyli bo'ldi hozir. Nilufar menga xuddi singlimdek. Qolaversa farzandim qatori, yoshi farzandimdek yaxshi ko'raman. Biz u bilan 12-13 yillik qadrdonmiz, oilasi bilan ham yaqinmiz, asli bir joydamiz. Shu ajoyib inson, qo'li ochiq, ko'ngli ochiq. Rostgo'yligi, birdaniga boricha gapirishlari yoqadi menga. Keyin joy-joyida hammani hurmatini qilib, joy-joyida qadrlab, motivatsiya berishlari juda ham chiroyli. Qaysi xislatlarini bo'lmasligini xohlardingiz? Bo'lmasligi nima? Bilmadim, menga shaxsan yoqmaydigan xislati yo'q. Hammasi ma'qul. Ovqat Indamay ichganda. turib qo'yaptilar. Non yo'q, uyingizda yeysiz. Davraga non emas, qo'ychilardan-ku. Noningiz qachon keladi, noningiz? Non. Non bizdan emas-ku. Bu qaysi turing? Men non olib kelmabdilar, o'zgina kechikyaptilar. Negativ kommentariylarga qaraysiz. E'tibor qilmayman hech qaysisiga. E'tibor ham qilmayman. Javob ham yozmayman. Ответ ham qaytarmayman. Bu sizni baribir ko'nglingizga tegmaydimi? Shuncha mehnat qilyapsiz. Bu darajaga yetib kelishda o'zi bo'lmaydi.
birov hasad bilan qaraydi, birov havas bilan qaraydi, e'tibor qilmayman. Bitta tayyorlangani nima? Ha, abres tayyor. Bu tayyori mana. Shunga qarab keyin tayyorlab ketaverasiz. Tayyorlab ketaveramiz shunga qarab. Har doim har xil tayyorlaymiz. Nimaga? Endi hamma har xil nimaga qarabda. Sizlar mijozga qarab qilasizlarmi? Ular ham tanlaydi. Ular tayyorlaydi. Tayyorlab qo'ygan abrezlarimiz bor. Menyumizga qaraydi, ko'radi. Xohlasa boshqacharoq variant qilib ko'rsatamiz bundan ham boshqa. O'sha variantga qarab qilib ketaveramiz. Hamma har xil tanlaydi. Kechagidan buni nima farqi bor? Buni farqi kechagidan unga chakka brinza bordi, bugun bunga chakka bor. Keyin mana bunaqa shoxchalarimiz bor. Mana bambuk nimalarimiz bor, leslarimiz bor. Boshqacharoq chismak tushgan bunga. Boshqacharoq, sal boshqacha. Spachkalari bor mana. Strichchadan chiqaribman. Bu shunda hozir narxi bo'yicha qanaqa? Unga nisbatan. Endi brinza sal nimaroq. Chakki unday emas. Brinza bilan chakkini orasida razisa bo'ladi, lekin nimada yo'q. Pomidor bodring bir xil narxda. Zeylan ham bir xil shunday. Faqat chakki bilan bu arzonroq bo'libdi, brinza sal qimmatroq. Demak, kechagiga nisbatan arzonrog'i bu. Sal. Brinza qimmatroq, chakki qimmatroq, arzonroq. Kechaki ham chiroyli, bu ham chiroyli. Mijozlaringiz qiynalsa ham kerak tanlovda. Endi hamma har xil tanlaydi. Tanlovga qarab qilib beraveramiz. Bo'ldi. Nilufar opa, o'zimiz qayerda joylashganimizni aytib o'tmaymiz. Navoiy shahar, Navoiy viloyatida va tumanlarga ham boramiz. Bemalol catering xizmat kerak bo'lsa murojaat qilishingiz mumkin. Ofitsiantlik, powerlik, catering xizmatlar hammasi bizda bor. Bemalol tortinmay murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizlarni kutamiz. Albatta, bemalol marakalaringizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Nilufar? Assalomu alaykum. Artamasida shirinlik lekin semirtirasizmi yana bizani? Assalomu alaykum. Bular men qo'limdan aytish kerak ekan dengda. Mana bugun proyektimizda oxirgi kunlari uyimizda mehmon bo'ldilar. Choy ustida ozgina diydor shirincha deydimi? Choy ustida diydor shirin deydi. Choy damlab. Ibi, nima bo'ldi endi? Tushmovchiliklar bo'lib turadi. Katta shaharlarda Shunday. kichkina muammolar. Shunday. O'zi endi приятный hidlikni choy yaxshi ko'rganim uchun sizlarga ham shuni damlamoqchi edim. Xush kelibsizlar. Har doim mehmonimiz bo'linglar. Yangi proyektlar nasib bo'lsa kuzatib boringlar. Bundan-da zo'rini qo'yamiz, xudo xolasa. Salatga ham tuz sepib aralashtirasan. Bugun baliq bilan atay buxankani aytdim. O'zimiz xohlab yaxshi ko'rib yeymiz. Shu uchun buxankani zakaz qildim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gulzapa, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. O'zlaringiz yaxshimi? Xush kelibsizlar. Rahmat. Biza 2 kundan beri Nilufar opam bilan biza qanaqa boshliqliklarini eshitdik. Endi qanaqa opalar? Opalar ichida eng mehriboni. Yoningizda turganlarcha aytyapsizmi? Yo'q. Yo'q. Eng mehriboni. Suyanchim opam. Aha. Ta'rifga til ojiz deydi-ku. Ta'riflab bera olmayman. Mayli, hamma maqtadi, zerikib ketdik to'g'risi. Yomon hislatlarni ham ayting. Biz Hamma aytgandir baqiradi deb. baqirovligini realni hamma aytib turibdi. Nima? Realni hamma kimdan so'rasang, hech bo'lmasa bitta negativ ayting desam, hamma talabchan baqiroq deyishdi. Bitta shu xislati bor, tamom. Qanday desam? U ham plyuska deng. Bu ham plyuska, ha.
yan Aha. turistka. Yana nima? Singil sifatida siz kichkinalikdan taniysiz. Ketib turaman, eshitib olinglar. Qani nima deydi men haqimda. Aha. Negativ. Negativ yo'q. Shu baqirishlari bor. Gonada o'zimiz ham shu to'yxonada baqirgan payt tortishib qolamiz. Boshqa bu ham shu salatda nimada. Siz u yerda salat qilasiz, a? Ha. Kamchiligingiz toparlarmi? Ha. Chunki ustozim opamda. Ustozim opam. Qanaqa kirib kelgansiz bu ishga? После dekret uyda qolganimga keyin Baribir ayol kishilar pul kerak. o'zi bilan olib ketardi-da, ketib yurmasam bir joy aytaman, olib ketaman. Shu bilan birga bo'lib ketganmiz. Bolacha nima qilardingizlar? Bolachani Gonada onamga, Gonada nima? Qaynonamga tashlab ketardim. Sizlar shu savat sohasida, shirinlik sohasida master klasslarga yetdilar. Hech qayer qolmadi. Buxoro, Samarqand, Navoiyda hamma shirinliklarni ko'rib chiqqanman. Hammasiga o'qitdi lekin Shirinlik ham pishirasizmi? Shirinlik ham. O'tgan safar dasturxondagi shirinliklar shu kishinikimi? Yo'q. Yo'q. Bola endi nasib etsa, joy ochib shirinliklarni keyingi safar YouTube kanalimizda qo'yib boramiz. Shirinliklarimizni. Xudo Balkim xohlasa. keyingi safar bu kishini hayoti va ijodini olarmiz. Balkim. Joyimiz ochiladi, xudo xohlasa ungacha. Joyimiz ochiladi, kamida 6 oy qoldi. 6 oy 7 oyda joyimizni ochsak, o'sha shirinliklarni yeb ko'rib obzor berasiz. Nasib. Bo'ldi. Bo'lmasa, xudo xolasa, YouTube'da keyingi hayoti va ijodi Yulduz opamniki bo'ladi. Nasib. Shuni xohlaganlar kommentariyga yozib ketinglar. Hozir Nilufar opamdan master klass olamiz. Mislay tayyorlash bizdan. Uyga oddiy mehmon kutishlaringiz uchun bemalol shart emas. Bezak qilib, gul qilib taqlashlaringiz. Shuni to'g'ri kesib, to'g'ri patacha qilib tortib bersalaringiz bo'ldi. Bitta kam qilib qo'yaman. Uyda ham kam uyda kam mahsulot bo'ladi-ku. Kam mahsulotingiz bo'lgan vaqt qanday men chiqarsam ekan degan o'ylab bo'ladi-ku. Ana shuni bo'lib olsangiz, kam mahsulotingiz ham bilinmay ketadi. Qanaqa qilib bo'lib olamiz? Mana qarang, mana bu kam yana bo'lsa, mana shu uyingizda bor yo'q shu narsa. Qarang mana. 3 donadan atiga, 3 donadan mana. Hammasidan 3 dona, 2 dona, mana buni 2 dona mana. Bo'la olasiz. Ito deysizmi shu? Chiroyli chiqa. Mana qolyapti ham yana. Bemalol. Haqiqatdan men o'zim ham 3 donadan qilolmayman, to'g'risi. Mana sanaysiz qarang. 1, 2, mana 3-chi tarelkangiz. Ito yana ortda ham zavtrakka bemalol bachalaringiz yedirishlaringiz mumkin. Mana 3 donadan qo'yaman, qarang. Mana 3 dona, mana 3 dona. Endi bu sirdan ozginagina qo'yib beraman. Mana sirda qo'yib olasiz. Keyin 3 donadan mana qazi. Mana 3 donadan kapchonni, 2 donadan indika, mana 3 donadan sir. Mana tarelkangiz уже to'ldi. Kam emas, ko'p emas. Bemalol 3 kishi yeydi, misol. Mana ham 3 kishi yeydi. Mana buni o'rtachasi zelencha qo'yasiz. Zelen qo'yasiz, patacha qilib tortasiz. Hamma narsadan to'g'risi. Zig olib keldim, chaqchuqim bor edi, shokoladim bor edi, mevachi va shirinlik olib keldim lekin. To'g'risini. Aytaman, to'g'risini. Bozorlik qilganim yo'q edim. Shirin napitka olib keldim. Keyin turdim, qarasam 1:30 osh qilishga ulgurmayman. To'xta dedim, baliq zakaz qilamiz, somsa yeymiz dedim. Hozir kelaman. Mana bugun shoh baliqdan baliq zakaz qilganmiz. Qisir. Maydan yeyilmaydi uchun shu aprel oyi baliq yegim kelgan juda ham. Keyin mazza qilib yeydigan baliqlar bu. Mehmonlarimiz uchun
bugun dasturxon bezashga ham ulgurmadim, to'g'risi. Uyqudan turdim, uyimda bor mahsulotlardan shu qo'ydim, baliq zakaz qildim. Hozir. Bari yozda kuni hamma svesh salat yeyish xohlaydi. Hozir yoniga chakkichasi bilan olib kelaman. Baliqlarni yeb, mehmonimizga choy beryapman. Ketidan somsa yeymiz hozir. Issiqqina somsa. Bir hazm qila olaylik. Pastga tushirib. Xush kelibsiz. Keling, mana bugungi mehmonimiz bo'libsiz. Keling. Assalomu alaykum. Sevinch Oripov, nasib bo'lsa, Oripova YouTube intervyularimizda hali bu kishi ham davom ettiradilar hali. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasalar. Marojni yeymiz, oxirida yeymiz Sevinch marojlardan. Mayzaka qo'yib Mayzaka ham to'la joyi qarangda. Somsa solamiz. Mana qarang. O'zlari tamashni qiladilar. Tamash mahsulotlarni nomini, profilini qo'yaman. Ash kishi bo'ladilar. Ko'rib boringlar, xo'p. Keling. Kelinlar. Keling. Tilaklaringizga o'ylayda o'zim. Chidab bo'lmaydi. Yarashdi. Qachon bir endi qo'lingizdan choy ichamiz. Ketdik, somsasini etamiz hozir Sevinchda. May, ketdik. Boyna rasmda ko'rsatganimda shu somsalarni, Oripov somsalardan, Sevinchdan zo'r yangiliklarni qo'yib boramiz. Pojnik bisapog deganda shundayman o'zi. Mana bugun kunimiz tugadi. O'z nihoyasiga yetdi. Mana bugun kunimiz tugadi deyaptilar. Ha, shunday deyman, ha? Mana bugun kunimiz tugadi. Mana bugungi kunimiz tugadi, bilmaydimi? Ha, mana. Ey Xudo. O'rgansan, pari. Men yaxshi ustoz chiqibman-a? Men bilan Bir sinfga o'xshaydi. bugungi kun uchun rahmat. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun ham rahmat sizga. Eng chiroyli, eng zo'r kommentariyani menga yozganlaringizga zo'r sovg'am bor. Albatta uni o'zim o'qib chiqib, sovg'ani yetkazaman. Bemalol kommentariya yozishlaringiz mumkin.